Assalomu alaykum. Bugungi Bobo so'z izidan nomli ko'rsatuvimizda sizlar bilan g'aroyib bir so'z haqida, angor degan so'z haqida gaplashamiz. O'zingizga ma'lum, mamlakatimizda Angor degan juda katta tuman bor. Surxondaryoda joylashgan bu tuman. Angor so'zi sizga juda yaxshi tanish. Men bu so'zni sharhlashdan, uning tarixi haqida gapirishdan oldin o'zimning hayotim bilan, o'zimning bolaligim bilan bog'liq bir xotirani eslab o'tmoqchiman. Otamning onasini, momomni Angor momo deyishardi. Men momom o'lib ketgandan so'ng ko'p yillar o'tgach, bu kampirning asl ismi Oysut ekanini bilganman. Aytganimizdek, Surxondaryoda Angor tumani bor. Bu tuman yurtimizdagi eng qadimiy manzillardan biri. Bizning qishlog'imiz bilan Angor tumani orasida 70-80 chaqirim kelardi. Momom angorlik bo'lgani uchun oti Angor momo bo'lib ketgan. Go'yo boshqa olamdan kelgan o'zga sayyoralik kelinni o'z olamining nomi bilan atashgan. Holbuki bu olam biznikilardan bor yo'g'i 70 chaqirim narida bo'lgan xolos. O'sha davrlar qarichi bilan o'lchanganda 70 chaqirim ham katta masofa ekanda. Momomni Angor momo deyishgani sababmi? Qachon Angor tumaniga borib qolsam, hatto sigirini ham sizlab gapiradigan o'sha hokisor momomning oldiga borganday bo'laman. Mavzuga qaytaylik. Xo'sh, butun bir tumanning oti bo'lgan Angor so'zi asli qanday ma'noni bildiradi? O'zbek xalq ijodiy yodgorliklari jildligining 3-jildida Angor so'ziga hosili yig'ib olingan ekin maydoni deb tushuntirish berilgan. Bir gal men arxeolog olim Shopolat Shaydullayev bilan gaplashib qolganimda undan Angor so'zi haqida so'radim. Shopolat aka bu so'zga shunday izoh berdi. Qadimda angara degan uzunlik o'lchovi bo'lgan. Bir angara karvon yo'lidagi bir kunlik yo'lni anglatgan. Bir kunda bosib o'tiladigan yo'l o'rtacha 30 kilometrga to'g'ri kelgan. Masalan, karvon yo'li manzillari Termizdan Angorgacha bir angara 30 kilometr, Sherobodgacha 2 angara 60 kilometr. Ya'ni bu manzillarning biridan ikkinchisigacha bo'lgan masofa 30 kilometrni tashkil etgan degan edi. Shuningdek, Angor arxeolog yodgorliklari kitobida, To'xtash Annayevning kitobi bu, Angor so'zi manbalarda ikki xil ma'noda izohlanishi haqida aytib o'tilgan. Ya'ni Angora hosili yig'ishtirib olingan dala yoki anhor so'zidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deb tushuntirish berilgan. Ikkinchi taxmin, anhor so'zining Angor so'ziga aylanishi haqidagi fikrga mening biroz shubham bor. Chunki h tovushining g ga aylanishi o'zbek tilining tabiatiga unchalik to'g'ri kelmaydi. Aksincha, g tovushi h ga aylanishi mumkin. Tilimizda aft angor birikmasi ham ishlatiladi. Bu birikmada Angor so'zi qiyofa, yuz ko'rinishi ma'nosini bildiradi. Menimcha, bu birikmadagi Angor so'zining biz tahlilga tortgan Angorga aloqasi yo'q. Xullas, Angor so'zi haqidagi bizning bilganlarimiz shu. Salomat bo'linglar.